Tamaqning pulini men chiroylik mert sexiy hocam to'laydi ayaqcha, shunami? Jeb kep bo'lamiding bo'lmamsda, men qo'saq ichib ketdi, seni saqlab bo'lamay. Nerede deb o'tirishni mening? Nerede bo'ladi? Men maliya sodidan qiypash udulida, burunqi ko'ylin kinoxonasining uddulida, to'lmonchoq qo'ygo'sh lag'manxonasi deb ichibdi. Lag'man yegash, bu to'siqdan kavob yemas. Misha ko'rishimiz nima ishda kerak kelganamsa? Ma'qul. Yo, sen mush qo'saqning g'ami bilan men mush Qashqarda yeydiganning notisi, ichdiganning notisi, chiqirdiganning notisini hammasini bilsa degan abaqta aqinsa. Ay, yeydigan bilan ichdigannikini men fikrman. Chiqirdigannikini shart sanamish qilsang, bu shirkatni chiqarmasmi? Men emas. Hadi ko'nigimni qildi ekansiz deyman. Chaycha baktas keldim, juma qo'saqni ichib ketdi. Baxtaqin qani bu tomoqni buyurtib etdim deyaptim. Tomoq hozir. Mana bizning tomoq chiqib qolam. Aynan chiqdi mana. İşte keldi mana. Mana, ko'rdingmi ya? Va mana nochiligini, rangining chiroyliligini, ma kavoblarimizning nochiligini mana. Lekin Baxtaqin, ma lag'manning chiroyidan xotnim o'yda etgan lag'manga o'xshabdi. Sening xotning achichilik tomoq etalamda. Nima? Baxtaqin deb qopsa. Mening ayolimchi yerim kechida 3-4 ta jang'i tishkin tipchirar. Öpkesip tayyor qila. Shu zimmat tayyor qilib. Bu lag'manni minut tayyor qiladi. Minut tayyor qilmasan, qo'pabchi. Ekkeldirib vang. Nima vang? Nima chang? Xotin. Ya, xotin, va Baxtaqin bilan hali sharni assa qanda ovoz chiqadi deb shuni deyishib o'tgandik. Shunday-ku Baxtaqin. Nədunda demayman. Baxtaqin boya ashunda deyishib o'tadiq-ku. Nədunda dedim men? Baxtaqin boya deyishdik-ku deyman. Ashta dedim men, ashta. Aynan xotin, ashta deyishgan. Haras xotin, sen bu yerda nima qilsa? Men nima ish qildim bu yerda? Mening kech o'g'anda men oshqozon 3 yilning ochadigan vaqti kelibdi. Xizmat qildigan vaqti kelibdi. Mening qo'sqim ichib ketib, chiygan tomoq yegile. Mashqlarning o'tirishi bek chiroyliqqa, o'pkizasudek. Qanday qilay men lag'manlarning chiroyliqligiga bek o'xshab ketgina taxa. Dumbijiga yeb o'tirib ketishlar. Tumuchiqda. Yetib qoldi. Qo'log'imni egib taxa. Nima bo'lgan? Bishkishimning tomoq yegani ko'rmaganmisizlar? Adam biznasi yalnız og'ziq paxtashgan so'yimda qaylaydi ekanlar. Tomoqlarni yeysizlar? Men biz adam qaylislam bo'ldi. Ikki adamdan qaylishning hojati yo'q. Bizlar akşam tomoq yesa kamar bosh tutib, xotin kishi tomoq yesa Japonning oldida bosh tutib. Men shikillar bak g'ot qilishib qoldilar. Mening gapimni deyishyaptimlar ya. Yo'q, sizning gaplarni qilganlar. Sizlar shunday kelishgan chiroyli obda ayol keldi kavobni chiqib yedi. Rost. Bugungi tomoqning pulini men chiroylik mert sexiy hocam to'laydi ayaqcha, shunami? Ya xotin, Baxtaqin boya tulpon qilibdi-kan, iymon qilaman. Misha kelgan debdi, shunga shu zimmatlamay chirishim. Qiziqchimi ya sen? Men nədunda demə sana? Boya ashunda deyding-ku sen Baxtaqin deyman. Men miyaga kelma, turmuş chiqmayak echilibdi dedim, lekin lag'manning pulini sen to'laydigan bo'lganqa iymon qilim degan telefonda. Boya deyding-ku sen iymon qilim deb. Yo'q, qayla men nədsan qo'da. Men ashta dedim, men iymon qildim bo'ldim. Ashta dedi Baxtaqin. Sizlar deganmidlar? Men ashta dedim. Unda bo'lib qolsa, xotirjam yey. Mulozim. Kavobdan bir 30 ni qo'yib bersizlar. Yo'q, sen 30 ni bırakımda toy kapıramlar ya, daskan qilib. O'zim yeyman. Qo'sqim ichib ketdi meni. Men nima qildim, desin-a? Bugungi tomoqning pulini men chiroylik mert sexiy hocam to'laydi ayaqcha, shunami?